Birinin qaşığı oy mağına yardım qılıb, oy nim bulatıdı, nimiş qıratımız. Aşında bir dəhşət gün ki, heç kim şu üzünün əhvalı bilan bulab ketib, heç kimga qaramay, hammadan oy mağına yardım qılıb, uyan bu yanğa jugurdu. Ayetdimi ba, hadisdimi ba? Ayetdə Əvvəlsədəki ayətdə aşında alıyordu, qiyamət günü boğa vaxtında həmmə adam öz halindən bulab ketidi. Bunun ayalı, eri, bala çaqalları, ata-anası, heç kim gerek gəlməydi. Həmmə adamın şu adamın üzü yetib aşqadək üzünə dədi oldu deyir. Şu eğir gün, şu qariya günü şu. Jürek aşında qoqab ketidi ki, aşında joyida turamay sakrab ketidi ki, insanlar nim bo'lganligini bilib bir taraf qalsin, hammasi menga yordam qil, nim bo'ladi aşında bo'ldi. Bu qiyomatning qo'rqinchisini bulayotgan bir ahvol. Ammo sistemning buzilganligidan kelib chiqqan bir ahvolni bor bo'ladi. Chechilib ketishning sababida bu olamni tutib turayotgan 4 kuch bor. Allohning qudrati tutib turdi. Allohning qudrati 4 kuch sifatida ko'rinadi. Allohning qudrati 4 yuzi bilan mushahada olamni tutib turdi. Allohning qudratininki birinchi yuzi atom kuchidir, kuchli atom kuchi. Kuchli atom kuchi, ojiz atom kuchi, uchinchi kuchi elektromagnetik kuch, ingliz sho'g'i uyg'ur tilida tarjima qilib bilmayman. Elektromagnetik kuch, uyg'urcha demiş. To'rtinchi kuch tortish kuchi. Olamlarning bir-biridan tortish kuchi. Alloh shu dunyoni intizom qilib bunda tutib turishda, Allohning qudrati shu 4 kuchni izhor qilish orqali, shuni yeyish orqali Alloh o'z qudratidan tutib turdi. Hamma narsa tozash tekka inchikilab bag'a vaqtida, masalan, o'zimizni misol olsa, toza inchikilab bag'a vaqtimizda go'shimizni hujayralarga chiqadi. Hujayra. Uningdan inchikilab chiga vaqtida molekula. Uningdan inchikilab chiga vaqtida nima? Atom. Uningdan chiga vaqtida kvantum qonuniga yetib keladi. Bek kichikalikka. Anadagi shu yerda shu atomda, masalan, misol olsa shu 4 kuchni bir atomninki turayotgan chekirdigida qanchalik nim bo'lgan bo'lsa, shuni tutib turayotgan kuch, nima kuch? Kuch şu. Mesela 6 tane proton bo'lgan bo'lsa, bir atomda 6 tane proton hammasi musbat bo'lganligi uchun birsi-birini ishtidi. Ishtgandan keyin chechilib ketishi lozim. U chechilib ketmay jim turgandan keyin uni tutib turayotgan bir kuch bor deb, uning qandan keyin biz nima deb atib qo'ya olamiz? Kuchli atom kuchi deymiz. Uningki va'diki neutronga ta'sir qilayotgan kuchning atini ojiz atom kuchi deydi. Halqa elektronninki o'zining orbitida cho'g'layotgan elektronni qaçırıp etmeye tutup turayotgan kuchni elektromagnetik kuch deymiz. Hem yerimizde bor, bizdan bor, yerda bor, mush yeyotgan tamoqlarimizdan bor, osmondan bor, daraxtlarda hamma narsada bor. Agar u kuch intizom buzib ketib qolsa, yo'qolib ketadi. Olamlarni tutib turayotgan tortish kuchi bor deymiz. Bu 4 xil kuch hammasi birlashib Allohning qudratidan keladi. Bu kuch orqali Alloh bu olamni tutib turdi. Qariya bo'lgan chog'da bu kuchning hammasi parchalanib ketgandan keyin o chog'da yerning tortish kuchini vayron bo'lib ketganda, yerning tortish kuchi vayron bo'lib ketgan vaqtda hozir biz yerning tortish kuchi bilan yegdesab turibmiz, bu uyda o'tiribmiz. Mashinalarimiz yerda yerning tortish kuchi bo'lg'achqa. Agar bo'lmagan bo'lsa, uçup müşahede hazır kelip paraşın mebsus tek bulup. Hemmimiz uyan bu yan uçup. Vijaya desem var, men tutuval. Bizimiz uyan uçuvat, biz bu yan uçuvat kunlaşında. Qariya bo'lgan chaqda mushahada yuz beradi. Bütün alemdeki birisini tutuvatgan intizom buzib ketadi. İnsanlar bu yerda shafaran o'xshash. Cheketkilardek uyan bu yan uçup ketadi. Başta deganimiz qiyomatning qo'rqinchisini bulayotgan, menga yordam qil deb jugurayotgan o ish. O ma'naviy jihatga qo'rqishdan bo'layotgan ish. Qariyaning bizni qo'rqatganligidan bo'layotgan. Mana bu olimning buzib ketganligidan o'zimizni yerga qo'ydigan yer topolmay kuchliligimizdan bo'layotgan. Moyatda va takunul jibalu karahnil manfush. Tog'lar o'chog'ida etilgan jonga o'xshash, etilgan paxta o'xshash bo'ladi. Tog'ni mitda Alloh yani yaratib tog'ni qo'ziqni o'rnida yaratgan-ku. Ya'ni tavrab ketmasin uchun biz tog'larni qo'ziq qildik dedi-ku. Tağlıgen eğir boğaçqa, yanınki tengişip ketdi. O çağdısında bu sistem buzulub ketkeçke, tağlarımı qanday olib ketdi, etilib ketken paxta aylanib. Hech qanday eğir yo'q. Yo'g'on tağni bir adam qo'lda ko'targili o'g'dek ashuna darajada eğir qolmaydi. Tağdaning eğir qolmayında paxtadek bo'layotgan yerda insonning hech qanday eğir yo'q degan. Shuning uchun chechilib ketgan qushlardek, chechilib ketgan cheketkilardek u yoqdan bu yoqqa yugurish, g'ayran yurishimizning sababi shu qariya ekan. Iza vaqa'atildimi shu? Iza vaqa'atil voqeadiki voqea, ya'ni shu qiyomatning aytdi. Shu badimi va bussatil jibalu bassa. Tağlar shunda parchalandiki, tilning tasvirligi bo'lmaydi deydi. Tağlama shu chaqsi shu paxtadek u yoqqa uçib yuradi. Va da eg'irlik tugab ketdi. Ana lekin bu oxiratga aylanadi chaqsidiki, bu dunyoning butun sistemasi buzilib ketgandan keyin buyut o'zgaradi. Qarasa shu dunyo, qarasa bizning
yaşagan yerlerimiz şu, muşa alem şu, ama buyut özgür. Femma men faqulat mavazinu fa huwa fi 'ishatir raziya. Bu kun kelgan chaqdasda, qariya kun kelgan chaqdasda mizonlari egri kelgan kishi aytdi güzel bir hayotda yashaydi. O'zi rozi bo'ladigan, roziman bir hayotda yashaydi. Chunki olamninki intizomi buzilib ketgan bo'lsa, qanday egri yengillik qanday o'lchiladi, olamdagi tortish kuch buzilib ketgan bo'lsa, qanday tatbiq bo'ldi? Chunki ma'lum buziladi va uning tarozi shu qariyadan keyingi buyutga munosib holatdagi tarozi. Madaniyatga hozir biz ishlayotgan tarozi ishlamaydi. Chunki o tarozining kuchi yo'q. O tarozining tubiga bir tag'ni qo'yib qo'ysa 1 gram kelmaydi. Ashna holatga kelib qoladi. Yuzimizni qo'ysak 1 gram kelmaymiz. Har qanday narsani qo'ysak hech nimaga yaramaydi. Shuning uchun meyadagi tarozi boshqa bir tarozi, oxiratga loyiq tarozi. Shuning uchun bu yerda mezonlari egri kelgan kishi go'zal bir turmushda yashaydi. Turmushning ichida bo'ladi deydi. Bu yerdagi mavazinu kalimasi yoki mezonning ko'pligi bu, yoki mavzunning ko'p. Mavzun bo'lgan chog'da ismi maf'ul. Ta'tilgan narsa, ya'ni insonning qilgan amallari deganga. Agar mezonning ko'pligi bo'lgan bo'lsa, biz bilgan mezon shu tarozi. Mezon egri kelgan kishi degan gap nima degan gap va ko'plik kelishning hikmati nima? Alloh nurg'un mezonni tushiradi. Alloh sura Shurada Bismillahirrohmanirrohim. Allohullazi anzalal kitaba bil haqqi val mizan. Alloh u zotdirki, kitobni haq bilan tushirdi va mezonni tushirdi deydi. Kitob tushirdi va qo'limizda bor Alloh tushirgan kitob mush Qur'oni Karim. Mezon qaysi? Mezon mush Qur'onda deyilgan mezondir. Yaxshilikning bir o'lchami bor. Yamanlıqның ölçümü var, dost ulaşның ölçümü var, düşman bulaşның ölçümü var. Mesela hazır kadar bizninki ulemalarımız perizlep kilovatkan 72 perizning içinde atı boğuldur aşınalıp ügü tuttu o. Şu perizlerinin içinde tevella, teberra deyilgan bir 2 periz var. Kim bilen dost ulaş, kim bilen düşman bulaş deyilgan. Muamalatınki mizalları var. Qanday muamele kılındı, eliş, beriş işlerinde qanday kılıdı, soğudu satıqtı qanday kılıdı, kiyimki işinin ölçümü qanday, mizanı qanday, tamaki işinin mizanları qanday, bir milletin yani bir millet muamele qilishda nimalarga rioya qilinadi, uning mezoni qanday, diplomatiyadagi mezon qanday, siyosatdagi mezon qanday, ibodatdagi mezonlar qanday, har qanday Alloh buyurgan ishlarning mezoni bor. Shuning uchun bu dunyoda shu mezonga amal qila olsa, Alloh bizga kelib bergan mezonga muvofiq ish qila olsa, aradagi tarozida u bir ishga yaraydi, ig'irlik paydo qiladi. Agar Alloh bizga tushirib bergan mezonga uyg'un amal qilmasa, valik qilgan ishlarimiz mezonga tushmaydi. Payg'ambar alayhisolom shunday deydi, qiyomat kunisi turuz mezonga deydi, kafirlarning ichidan bir kafir tanlab ekildi deydi. U kafir shunday simiz, bekbotular. Ammo turuzi mezonga qo'ygan chaqdasida uning chuvinning qanchalik ig'irlik olmaydi deydi. Chunki u dunyoda bunday simiz chiroyli yashagan bilan Allohning tushirib bergan mezonlarga to'g'ri amal qilmag'achqa, uning qilgan amallarining hammasi bo'sh, hammasi bekorga ketadi. Ammo Ibn Mas'ud haqida nima dedi Payg'ambar alayhisalom? Ibn Mas'udningki raziyallohu anhu o'zi urug'roq sahoba, urug'ligidan pachiqni go'sh olmag'achqa bekishing chiqib ko'rinadi. Pachiqni ko'rib qolganlar ba'zilari shunda qarab hayron qoladi. Nimandar bu kichik pachiqni urib qo'ygan. Payg'ambar alayhisalom endi Ibn Mas'ud haqida shunday degan. Uning pachiqqa qarab unda demanglar. Ashning bir pachiqni qiyomat kuni turuz mezonga solgan chog'da, ash kichik bir tal pachiqi Uhud tag'idan meg'ir keladi degan. Oxiratning turuzlari, oxiratning mezonlari ma dunyoga o'xshamaydi. Alloh tushirib bergan shu mezonga uyg'un bo'lsa qilgan amallarimiz ig'irlik shu yerdan keladi. Agar uyg'un bo'lmagan bo'lsa, hech narsaga ig'irlik. As-Sura Kahfning oyog'ida Allah'ı kafir oğullar, ahiret günü kafir oğullar ve bizning ayetlerimizni tekzib qilganlar, yolg'onga chiqarganlar uchun degan oyatda fala nuqimu lahum yawmal qiyamati vazna. Ular uchun qiyomat kunida hech qanday bir vazn barpo qilmaymiz deydi. Ya'ni ularning qilgan ishlarini tartib yurmaymiz deydi. Chunki bir narsani tartish uchun tartilgan narsa biroz ahamiyatli bo'lishi lozim, manfaatli bo'lishi lozim. Kafirlarning qilayotgan ishi Allohni inkor qilgan, oxirat kunini inkor qilgan, Allohning oyatlarini inkor qilgan kishilarda Allohning mezonlari uygun ish harakati bo'lmag'achqa, ularning ish harakatlarininki hech qanday ahamiyati yo'q. Mayli dunyoninki boshliq bo'lib ketsin, bir davlatning prezidenti bo'lib ketsin, har qanday olim, alloma bo'lib ketsin, professor, doktor bo'lib ketsin, dunyoni hammasini biladigan, Allohning mezoniga to'g'ri tuzgan amal qilmagan bo'lsa, uning hech qanday qimmati yo'q. Alloh uning uchun mezon to'xtatmaydi. Shuning uchun baraka va bu oxiratdagi mezon Allohning mezonlariga uyg'un ishimiz bo'lgan bo'lsa, va eg'il. Shu bu mezonlari egri kelgan kishilar Ayshatun Rodiya rozi bo'lgan bir maishatning ichida bo'ladi deydi. Va Ayshatun Rodiya rozi bo'lgan bir maishat degan ma'noda. Asl maishat rozi bo'lamdi, bo'lmadi. Asl rozi bo'lish tegishlik bo'lgan biz. Masalan, jannat ichiga odamlar rozi bo'lamiz. Shundaymi? Va maishatni rozi bo'lgan maishat deb Allah raziyetini, ayşetini sıfat qildi. Bunda bo'lishning sababi ma dunyoda masalan
Hazır söhbet keldik, ziyafet yedik. Ziyafet okşatı da biz razı olduk. Elhamdülillah Allah bizge ziyafetni berdi deb biz razı olduk. Eğer Allah rızası için kelgen bolsak, mujtamaqni Allah rızası için yegen bolsak, bir kuvvet bolsun, bir muşnun kuvvetiyle namaz o'qay, muşnun kuvvetiyle Allah rızası için hizmet qilay degan niyeti bor yegen bolsak, Allah mı razı oldu? Allah razı oldu, biz razı olduk, ikki taraf razı oldu. Ama biz yaratgan mantı razı oldu mu, razı olmadı mı? Onu bilan hech qanday hisoblaşmaymiz go. Oxiratda jannatga chiganlardan Allah mı razı oldu? Jannatga chiganlar mı razı oldu? Cennet mi şu adamga nisb bo'lganligidan cennet mi razı oldu? Cennetinden karımız yok, bizga yaratib bergandikin yesaklan bo'ldi deb madaniyatlik yigimizni yeb tashritmanda bo'lmaydi. Allah mı razı, biz mi razı, cennet mi razı? Shunday holat bo'ldi. U yerda rozimanlikdan boshqa narsa bo'lmaydigan bir maishatning ichida bo'ladi. Oxirat. Masalan, hadislarda chiqadi. Allah rızası uchun mamlakatning chegaralarini qo'g'digan mujohidlarni jannatning hurlaridan shunda saqlab ko'z teshib ketganligidan zikr qilinadi. Jannatning hurlari shunda saqlab qachon kelganini oyshiq qilib shu ko'rib bakmagan insonga qachon keladigan da ashadam deb ashunda arzulab ketadi. Agar shu dunyoda bir gunoh qilib qolsaqchi, haromga qarab xato bir ish qilib qolsaqchi, bizga oshiq bo'lgan shu hurlar talaq qilib ketadi. Talaq. Bizga hur berilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, jannatda mush dunyodagi qilgan gunohlarimizning